Bugungi videoda biz juda ham qiziq bo'lgan video olamiz. Bugun biz do'stlar Classic Player'ni ochamiz. Uning uchun avval bitta match o'ynashga to'g'ri keladi. Xo'sh, do'stlar, bugun videoni boshlashimizdan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar va biz videoni boshlaymiz. Hozir klandagilar prizlarni olamiz. Bularni ham olamiz. Video qiziq bo'ladi do'stlar. Xo'p, tarkibni to'g'rilab olamiz. Xursandlikni qo'yamiz. Qolganlar normal. Qani, ketdik. Go. Biz bitta match o'ynasak bo'ldi. Y se ha anunciado, hoy salen con la clásica formación 4-4-2, una alineación equilibrada reforzada por una asociación ofensiva en la parte delantera. ¡Conate! Da un paso al frente para robar el balón. Florian Wirtz. Do'stlar, Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Iltimos, kommentariyaga Telegram kanalini sskalkasini qo'yib qo'ying. Bu yerda ham tezkor yangiliklarni tashlab boramiz va yangi video ham chiqadi yaqinda. Qanaqaligini hali aytmayman. Telegram kanaliga o'tsangiz bilib olishingiz mumkin. Regatea hacia adelante. O'tlarim kuchayib ketgan. Buen pase. Se está preparando para disparar. Una barrida con determinación. Vay be. Esa fue Nima qildi bu? gran pase de cabeza. Kanalga obuna bo'lsangiz tezroq 100 ta bo'lsak, juda ham zo'r videolar chiqaraman. Hali Dream Stars boshlarda open pack qilamiz. Entonces, que hayan marcado el primer gol. Xudo xohlasa 1000 ta bo'lamiz. Obunani ta'sirlatib bosib tashlayveringlar. Tiene el balón pegado al pie. Endi urarsan. ¡Qué Bitta narsalarni o'rgatib o'tsam bo'ladi. Masalan, bo'shliqni bosib tursanglar, birdan bitta futbolchi pressing qiladi, bittasini boshqarib yuboradi. Se está moviendo. Van Dijk entra. Videoni vaqtida cho'zilishi mumkin. Ha vuelto a recuperar el balón. Qiziq bo'ladi albatta. Lo ha leído absolutamente a la perfección. Classic Player. Realiza el pase. Nima bo'ladi do'stlar? Suena el silbato. Estamos en la mitad El del Clásico. partido de la Copa. Xo'sh, xullas do'stlar, sxemani o'zgartirmasak, bu turishda uchishimiz qiyin bo'ladi. Ronaldo bu yoqqa, Hakimi, Şut haydayotgan. Nima qilmasak bo'lmaydi. Un gran movimiento ha limpiado al rival. Seguro. Mana boshladik uji. Ha conseguido un hat-trick. ¡Qué logro! Avanza hacia arriba con la pelota. Están buscando quedarse con el balón. Bale, salnet o'ynab qo'ydim-da. El control. ¡Oh, ese es un... Vah, bale. Están encantados con eso. ¡Qué gol! Un solo cambio. Aplicando Nimaga shunaqa bo'lyapti? Shut. Hakimi. Voy bale. Nimaga o'ynolmayapman? Usa su cabeza. Conate. Botlar nima bo'ladi? Zo'rqa tashladi.
roba la pelota. O'zim priyom bor men lekin. Avanza en velocidad. Juda foydali uslub. Qanotdan borib Se dispara Viker. hacia adelante usando la zona lateral del campo. Shu uslub bo'lmayapti-da ko'ryapsizlar. Van Dijk entra. Bu omadsizlikning Este asosiy equipo daloli. parece que quiere marcar más goles y es probable que lo consiga. Shunaqa usul. Xo'p. Bu yoqqa Y este jugador consigue hoy su cuarto gol. No olvidará este partido. Ese es Szoboszlai. Se equivocó en ese pase. Eso no es común en él en absoluto. Este equipo tiene totalmente controlado el partido. Se dirige hacia adelante. Davay, keyin tushdi o'zi hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Voy keyin. Saque de banda efectuado en corto. Keyin tushdi. Voy keyin. Omadi kelmayapti keyin. Keyin har xil o'ynaydi. Bir qarasa yorib yuboradi, bir qarasa tushib yuboradi. Keyin. Mana keyin nima dedim? Realiza el pase. Mayli, botlardan bunday o'ynasam. Mayli. O'zi hech qancha emas. Hammasiga tupurib qo'yganim bor. Videoning eng qiziq joyiga keldik. Mana. Xo'p, hozir bu klassik playerni ochishdan oldin kommentariyaga kirib yozib ko'ringlar kim tushar ekan. Taxminlar so'rab chiqarmikin hozir bu yerda eng omadsiz variant Crespo. Eng omadsiz. Eng omadlisi Batistuta, o'rtacha Desayli, Trezeguet. Xullas mana shunaqa. Riyomlardan qo'llab bitta bosib yuboramiz. Omad kelsa keldi. Omad Trezeguetmikan. Davay kommentariyaga yozinglar. Kommentga yozinglar. Yo'q, Desayli. No, yomon emas, lekin kutganimdek emas. Yomon emas. Mayli. Zato Crespo tushmadi. Shunisiga xursandman. Xo'p, bu bratni unday sotib olamiz. Bunday sotib olamiz. Uji nima qilayotganini tushundinglar. Bo'ldi. Xo'p, agar mana shu videoga muhim qo'ysam bo'ladi. Agar mana shu videoga 30 ta like yig'sa, mana shu Desayli bilan Jolly o'ynaymiz. Jollyda qaqqa qo'yamiz. Mana shu yerga qo'yib o'ynaymiz. Sizlar yig'ib tashlaysizlar. Like'larni bosaveringlar. Uji klassikda ham qilsa ham bo'ladi. Omad kelgan. Dembele tushgan. Xo'p, ko'p bu yoqqa bunday. Klassikda ham qilib olsak ham bo'lar ekan. Muhimi like yig'ilsin, bu yog'ini boplaymiz, tamom. Like yig'inglar, bu yog'ini bir balo qilamiz. Xullas hammaga xayr do'stlar, sog' salomat bo'linglar.